Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tashabbusi bilan oliy ta'lim muassasalarida ma'rifat ulashib loyihasi amalga oshirilmoqda. Uning doirasida Namangan viloyatida ham yozuvchi va shoirlar bilan talabalar uchrashuvlari tashkil etilmoqda. Navbatdagi lavhamiz yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish maqsadida o'tkazilayotgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlardan tayyorlangan. Ma'rifat ulashib loyihasi talaba yoshlarni kitob mutolaasiga jalb etish, badiiy savodxonlik darajasini oshirish orqali ularni vatanparvarlik va yurtimiz kelajagiga daxldorlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan. Uning doirasidagi tadbirlar viloyatda faoliyat yuritayotgan oliy ta'lim muassasalari bo'ylab davom etmoqda. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, tarjimon va olim Tohir Qahhor boshchiligida yozuvchilar uyushmasi a'zolaridan iborat ijodkorlar Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillar institutida bo'ldilar. Mamlakatimiz prezidenti tashabbusi bilan 2022-yilda tashkil etilgan institutda ayni paytda 3380 nafar talaba 8 ta xorijiy til mutaxassisligi bo'yicha tahsil olmoqda. O'tgan yil oliy ta'lim muassasasi uchun 1000 o'rinli yangi o'quv binosi qurib foydalanishga topshirildi. Mehmonlar bu yerda talaba yoshlarning bilim olishlari, til o'rganishlari va kitob mutolaasi uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishdilar. Talabalar bilan tanishib, o'zimizda yozgan she'rlarimizni, tarjimalarimizni o'qib, suhbatlashib kelyapmiz. Maqsad bugungi zamonni anglash, xalqimizni madaniy saviyasini yuksalishiga xizmat qilish. Har qanday sivilizatsiyani, har qanday renesansning tagida bilamizki, ilm yotadi. Ilmni olishda uning asos va fundamenti bu kitob va manbalar hisoblanadi. Bu tadbirlarda ko'zlangan maqsad kitobxonlik madaniyatini oshirish. Ularni kitobga bo'lgan muhabbatini yoki ilmga bo'lgan muhabbatini bular orqali yana integratsiya qilish masalalari yotadi. Shu kuni mehmonlar Is'hoqxon Ibrat haykali poyiga gulchambarlar qo'ydilar. 2000 nafardan ziyod talaba, 500 nafar o'quvchi yoshlarni qamrab olgan ijodiy uchrashuvlarda yurtimiz o'zining ilmi ma'rifati, ma'naviyati bilan mashhur bo'lgan alloma va ma'rifatparvarlarga beshik bo'lgani alohida ta'kidlandi. Ularning izdoshlari bo'lgan bugungi yoshlar albatta o'z ajdodlarining ma'naviy merosini o'rganib, ularga munosib avlod bo'lishga intilishi kerak. Bu yo'lda ularga kitob hamroh bo'ladi. Zero ma'naviyat va ma'rifat inson qalbining me'mori va u hamisha ezgulikka yetaklaydi.